Hakikaten deganlardek şu İsrailyanın içindeki nurgun televiziya kanallarında buluvatkan söhbetler mutaxassislar Netanyahu'nun qandaq mag'lub bo'lganligini bu qatim. Ularni ko'p deyilyapti. Hatto shu ilgirki shu ijtimoiy uchur vositalari qarasak ham shu asr almashtirishning bo'lgan degan. Shu Netanyahu'nun o'zi qanchilgan qatim hem o'zi hem uning generallari davlat mudofaa masalalari ilgirki so'zda biz nurgun çünkü bu urush jarayonida qanchilgan qatim nurgun takliflar bo'ldi urush to'xtaydi deb. Shu vaqtda biz Hamas'ni yani birisini mi koymay kırıp tüketip etmeyince bu qatim ya ular tügeydi tamamen ongacha biz hiç kimning gapini anlamaymiz. Çokum tüketimiz. Bu nişanımız bu defle degan tamamdı. Şuna şu binalını bombardıman qandı xalq olsun ay Hamas ba diye aşağı içinde bahane gösterip qıldı o doktor qallarım. Doktorganın aslında Hamas nemi qanım biyaq işlep dikende. Aşında qılıp vəhşilikdən qılgan bolsun axırda bilmesen bu görünüşlər o Hamas'ınki mücahitlerninki şu əsir almashtırış jarayonida shunchalik rətlik, muntizim, hərbi askar şəkildə müstəhkəm qadam bilan turibdi. Bunu dünya bu görünüşlərini ko'rdi. Demək qaysi kuni bir hafta bo'lmadi, şu Abduqodir akam bilan şu suhbat o'tkazgandik. Şu ular qandaq musulmon, biz qandaq musulmon deb aba yuqorida sil degan masalani biz vatanga selishtirib turib qiyos qilib turib dedimdi. Mushuncha vala narsada qarab baqayli ularning kötüre ruhinin kötürengülüki, nurgun netçi manlıgan insan görüp nait çık inkaslarını düşüp onunla. Aşı dereceden biz Şarkı Türkistan halkına hakikaten bunun aldığan yani tecavüzçüge boğan karşılık düşman kömeslik inanın kançık acizlep ketkenliği oylap baksa yani. Yani ular sildiler mesela Hamas'ın özünün armiyesi, askerleri o terbiyelenipti. Ama ayadaki dünyadaki yeryüzündeki en nüfus hiç boğan bir rayon. Küçükten bir Gazze rayonda 2 milyon dinecek insan şu yerge sıkılıp kalıqtık hamdi. Aşında bozumu emniyette halk kollumasa, halk aşında müstehkem tutmasa, dünyada her kanda hakimiyet tötkünde düşürdü ki yıkılır. Ama şunda bozumu bir qatim mesela o boldu muşuncu adam veyran bulamdık deb halk qarış çıkma, yani alqa muş jarayonda aş küçük şunda güzel biçare farzandlari parça ülep kesse, halkninki ko'rsatgan bütün muxbirlar tatdamdi o videolarni. Kişiler garipdi yig'lab ketdi onu ko'rib. Ya shunchalik taslimiyat bilan ya Allah mendan qabul qilgan deyotgan. Ya bu shehidimni qabul qilgan mendan burun ketdi. Bu darajadagi bu ko'rinishlardan inson hayron qoldi hamda bunaqa. Garibdiki bu islomga e'tiqod qilmaydiganlarni hayron qilib yig'lab deganni ijtimoiy vositalarda ajoyib chiqqandi. Yani demek yani bu emde müşahedemde Gazze halkındaki iman bu kanda terbiyelenen kişiler bulamdı. Öyle baksın müşünç valla çoğun küçük hemmesi gidek. Yani şuna Allah'ın yardımı boğan buluşu en okuyam bizge nispeten. Müşünü biraz bir açkan basak. Ben bir iki hafta etrafında bu ruh silah nereden geldi diye bir makale ilan kıygandım. Bu Palestinlerdeki ruh meselesi bu meselede eğer tepsili bizning xalqalla maqalaga murojaat qilib. Ama bir qisqartib bilan bir yakunlasak, İslami ve Milli Azadlık Hareketi yetakchiligidagi Hamas yetakchiligidagi Gazze xalqi 1,5 yil jarayonida İsrailninki unsiz tunsiz to'xtamay bombardiman qilishga duch keldi. Bu yerning bombardiman qilish 80 ming tonna bombaning tashlanishi bilan elib berdi. O Yaponiyadagi atom bilan qilingan nechasi ko'p tadqiqotchilarimiz 80 ming tonna, 80 tonna emas, 80 ming tonna bomba tashlandi. Bu bombadan kelish manbalari haqida to'xtalmaymiz. Xo'sh. Har kuni g'azaliklar nisbatan her saat kichik kunduz o'lim xavfi bor. Qachon bo'lib qolsa o'lib ketish ehtimoli o kadar kuchli. Chunki bu yerda tashlangan bomba bu urush rayoni yoki fuqarolar yoki askarlar unda ayrilmaydi. O'lish xavfi göz alıp görünüp turadi. Bu sebepten nurg'un g'azaliklar ota-onalardan ayrılıp kaldı. Bazıları erlerden ayrıldı, bazıları ayoldan ayrıldı, bazıları kızlardan ayrıldı, bazıları oğullardan, bazıları tuqqanlardan ayrıldı. Ama ayrılganlar Allah şehitlikimni qabul qilsin deb. Xo'sh. Bu yerda rozilik ifodaladi. Şehit bo'lganligi bilan bu men qiyomat kunida shafaat qiladigan bu ruh bilan bu yerda umidsiz olmadi. Bu g'azaliklar 1,5 yil jarayonida
Bir Qo'sqin to'yg'azg'idek, hech bo'lmasa yarim yilni tashib etsakmi? Qo'sqin to'yg'azg'idek yemek-ichmek topolmay qizlandi. Suvdan mahrum qoldi, elektrikdan mahrum qoldi, qorong'ulikda yashadi. Xo'sh. Reallikmi, reallik. Ba'zanlar ochliqdan o'lib ketdi. Hali ko'p sondagi kichik bolalar so'g'aqda to'nglab o'lib ketdi. Qishda, bu qish ilgari qish bo'lgan bo'g'achqa. Chunki bino o'rildi, uy o'rildi, sirtdagi lat ichida doğan bo'g'acha to'nglab o'lib ketgan nechilgan bolalar mavjud. Cho'nglanib bor. Nechilgan insonlar doğru topolmay, sirtdan kirmaganlik uchun bu yerda o'lib ketdi. Nechilgan insonlar doktorxonaning ostiga ko'milib ketdi. G'azzaliklar mushkil sharoitni yashamaymiz. Uylarning ostida qolib qolgan, binoning ostida qolib qolgan, u boshqa maktablarning sirtini hamma yerda o'lim xavfi ko'z oldida ko'rinib turadi. Lekin bular mushunchalar vahshiylik oldidimi? Bu xalq mustaqillik ruhidan voz kechmadi. Bo'ldi biz taslim bo'laylik, normal yashsak yashaylik, kimni boshqa olsin, mustamlikchi boshqa olsin, normal yashaylik degan ekanmiz. Mustaqillik irodasi ma xalq voz kechmadi. Taslim bo'ldik demadi. Vaysimidi? Aqida, vatan, millat, hurlik bu tuyg'usidan voz kechmadi. Mustaqillikdan bu millat voz kechmadi. Aqidani qo'g'dash yo'lda, insonlikni qo'g'dash yo'lda, vatan millatni qo'g'dash yo'lda shit bir badal to'lashda ig'irib qo'ymadi bu millat. Boshqa yo'l yo'q dedi bu. Bu millat mustaqillik harakatini qo'g'dashni, mustaqillik harakati bo'lgan hammasini qo'llashni iymoniy jihatga majburiyat, insoniy jihatga majburiyat, axloqiy jihatga majburiyat, milliy jihatga majburiyat, vatanparvarlik jihatga majburiyat deb qaradi. Bu sababdan Hamas harakatini butun kuchi bilan qo'llab keldi. Demak, Hamas xalqqa aylangan xalq Hamasga aylanib ketgan bo'ladi. Bular o'zlarining kimligi, qimmat qarshi, g'ururi bilan yashashni sharaf deb. Musulmonlik kimligimiz bilan, musulmonlik qimmat qarshimiz bilan, milliy kimligimiz bilan, g'ururimiz bilan yashab biz uchun sharaf deb qaradi. Bular iymon sharbatidan, iymon g'izolaridan, yoki Qur'on g'izolaridan g'izolanish hech vaqt urush jarayonida to'xtab qo'ymadi. Ta'lim tarbiyani maktab yig'ilib tushsimi, imkoniyat bo'lgan bo'lsa, ta'lim tarbiya maktabchilarni qo'ldan qilish davomlashtirdi. Qur'on kurslarini qo'ldan kelishcha urush bo'layotgan shu paytda o'zim armalarni qo'yib o'tmay davomlashtirdi. Do'st dushman aqidasini davomliq bir-biriga tavsiya qilib ta'kidlab turdi. Sabab chora qilish bilan birlikda, ilm ma'rifat asosida, ong asosida sabab chora qilish bilan birlikda natijani Alloh topshirdi. Biz sababini qilsak Alloh bizga mu'min bandalarga, musulmon band cho'qim g'alaba ato qiladi degan bu e'tiqod bilan yashadi. Sababni tashlamadi. Bu sababni tashlab qo'yib Alloh bizga yordam bersa, bu soxtalik bo'ladi. Bular sababni qildi. Ilm ma'rifatga ko'ngil bo'ldi. Injener, muhandislarni yetishtirib chiqdi. Yer osti qurol zavodlarini to'xtamay mangdirib turdi. Yer osti shaharlar davom qilaverdi. Imkoniyat tayyorlikni obdan qilib harakatga otlandi. Bu Allohning yordami sabab qilgan chaqda harakat qilgan vaqtida endi kiradi. Bular o'rinliq bilan Alloh topshirib qo'ydim deb duo bilan aldanmadi. Bu g'azzalik onalar qarshi hayron. G'azzalik onalar, ayollari, hatto qizlar. Bular o'zlarining qahramon avlodlaridan yana turishdi. Voy bolam, bizga basharlik kelib qolamiz. Sizning sababidan biz zindan ketib qolmaydi. Qahramon avlodlarini qo'llashdi. Jihad maydoniga, kurash maydoniga avlodlardan bir shehid bo'lib qolsa, ikkinchi avlodi bo'lib qolsa buni mangdud. Bu onalar, bu ayollar o'zining hurligini qo'g'dash, iffat nomusini qo'g'dash, izzat sharafini qo'g'dash, o'zining oilasini qo'g'dash, o'z yashayotgan tuproqni qo'g'dashda jihad qilishdan boshqa, kurash qilishdan boshqa hech qanday yo'lning yo'q ekanligi bular Alloh bilan qanoatni tiklab bo'lgan edi. Amaliyotdan bundan boshqa bu onalarning, bu ayollarningki hech qanday ixtiyorligi, tanlashi yo'qdi bu ishda. Shuning bilan jon tikib qo'llash, jon tikib o'zining avlodini, o'zining qahramon avlodlarini qo'llashdan boshqa bu onalarning, bu ayollarningki ixtiyorlik yo'q. Chunki bular tanilgan majburiy urushdi bu. Bu mustamlik bilan mustamlik qilish orasidagi urush mushtaq bo'ladi. Bu ixtiyoriy urush bo'lmaydi. Buni to'xtatib olay, mayal suliylarida unda yakanmaydi. Hurlik irodasi ega insonlarga nisbatan. Bu G'azza xalqi hurlik jangini, mustaqillik ko'rishni butun vujudi bilan qarshi turdi. Butun vujudi bilan qo'lladi uni. G'azza xalqi hurlik ko'rishni, mustaqillik ko'rishni butun vujudi bilan qo'lladi. Bu orqali
Abbas şunda bir hitapını verdi bu. Abbas Gorog ya Patriark dedi. Nima dediyse biz senin hükümranlığını kabul kılmayız dedi. Senin kol astında senin başkoruşun asıl yaşayışını biz kabul kılmayız. Biz hürlük yoludur ya ölümüz ya galip kılımız dedi. Abbas demiş ki ise bu abdonomiyacı. Bu Palestinli İsrail'nin kontrollük asılı başkorduğun koçak bir hakimiyetti. Nurbekir bu okşaydığı. Bu dedi ki Gazze'ni ben başkoraydım. İsrail'nin məqsədi aşıyordu. Gazze'ni Hamas yok atqandı ki bunu Abbas tapşıyorsa menin sızqım boyunca başkordu emiş menin boyunca kiteyor dedi. Ama bu Palestinlik ayollar Palestin halkı biz abdonomiyani kabul kılmayız. Yerim yoldaki bunda halatımız kabul kılmayız. Ya can kılıp, galiba kılıp, müstakil olup yaşayamız, ya olmasa şerefimiz bilen bu dünyadan ketimiz. Degan bu ruh bilen bu hareketni yapadi, özünün kahraman avlatlarını kolladı. Neticede Hamas galiba kıldı. Hamas'ın qilgan g'alabasi xalqning g'alabasi. Xalq olmagan bo'lsa Hamas g'alaba qilolmadi. Chunki Hamasning askarlarining hammasi xalqning avlodi edi. Demak, bulardagi iymon ruh bunchalar og'ir bir dahshatga, bunchalar og'ir bir qirg'inchilikqa mustahkam turadigan ruhga ekkagan narsa dal o'lidiki, eng kuchli iymon, samimiy iymon. Haqiqatan ya Rabbim ya, ish qilib nurg'un o'gindigan ibrat oldigan narsalar bor haqiqatan bu xalqninki. Bir xalqninki tajovuzchi, ishg'oliyatchi oldida qandoq mustahkam turadiganligiga balkim bundan keyin hozir ham deyilyapti. Bu G'azza xalqining shu urush jarayonini ko'rsatgan nimalari bundan keyin yillarcha universitetlarning tadqiqot temasi bo'ldi. Nurg'un bu haqda maqolalar, doktorlik maqolalari yozildi. U yerdagi xalqning cho'ng kichik ko'rsatgan fidokorligi.